Assalomu alaykum do'stlar, mana bugun baliqga chiqdim. Ikkita karas bo'ldi. Hozir olamiz, qarab turinglar. Ikkita karas bo'ldi, buni olamiz endi. Daryodan. Ikkita karascha. Buni ochamiz. Birinchi mana kichkintoydi, ushaylik. Mana do'stlar, buni qo'yib yuboramiz. Ketdi. Qanisan, mana bu tuzuk, lekin tuzukroq. Mana buni ham qo'yib yuboramiz. Ketdi. Hamma shunday qilsa yaxshi bo'lardi, o'rnak uchun ikkitani qo'yib yubordim. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, xudo xolasa yaxshi video qilaman shu yerda. Omon bo'linglar do'stlar. Daryoni bir ko'ray deb tushdim. Daryoga keldim. Har holda yaxshi urishi. Ko'ramiz hozir. Maydalar qila chiqib turibdi. Ushlayapti ko'pchilik. Shunga qiziqib tushdim, qanaqa laqab bor ekan deb. Men o'z qilaqa jinnisiman. Kuzatib o'rsa do'stlar. Xavfli vaziyatda o'tiribman hozir. Qattiq sekin egib qo'yyapti. Kuzatamiz. Egishni qaranglar. Shuning uchun mana yukib oldimda, qarmoqni yaqinroq o'tirib olay deb, urishiga tortaman deb. Yeyapti, qo'yib Maytemda qarmoq turibdi, bunga hozircha bu jimjit. Lekin moni yeyapti. Agar bugun natija o'qilsa daryoda, xudo xolasa addini video qilaman. Qiziqarli qilib, iloji bo'lsa nachibga ham qilaman. Egib qo'yyapti. Ammo laqani juda sog'inganman, ichida men laqab qilganim yo'q. Ko'ramiz. Laqab bo'lib qolsa, keyingi safar yana boshqa ta'dini video qilaman. Hozircha urishi egib qo'yyapti. Bir silsa, hay. O'sha yetimazza, laqani o'sha yetimazza. Kuzatamiz do'stlar.
qarmoqlar jimjit chuvalchangni solib qo'yganman. Bittasiga bo'z yog'ochda solib tashlab qo'yganman. Jimjit. Hali tortayotgan salafanni qo'ygan ekan. Ozgina salafanga ham egilib o'ynayotgan ekan. Xursand qilardi. Shunaqa gaplar do'stlar. Xullas do'stlar, mana urinib ko'rdim, bo'lmadi daryoda ham. Demak, qora daryoda hali baliq laqa yurmabdi. Lekin maydalar chiqib qolyapti, kattalar yo'q. Xudo xolasa bo'lib qoladi, oz qoldi. Yurmayapti. Hozir biz yog'ochi bilan chuvalchang tashib qo'yganman, lekin tortish yo'q. Xudo xolasa yana boshqatdan harakat qilib ko'ramiz do'stlar. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar, keyingi baliqni ko'rishguncha. Hammaga xayr.